Qalay qizim, yarashdimi? Ha, krasavchik bo'lib qoldingiz-ku dadajon. Yo'q, aka bu nech pul edi? Ha, umi 200 ming. Oho, qimmat-ku. Dadajon, oling sizga rosa yarashdi. Xo'p qizim. Aka, buni 180 mingga berasizmi? Ha, mayli, oling. Urra! Qalay qizim, yoqdimi? Ha, vashsha zo'r. Siz ham o'zingizga etek olasizmi? Yo'q, qizim, meni oyoq kiyimim senikidan qalin. Voy, dada, siz oyoq kiyimiz zo'rda. 5 yildan beri shuni kiyasiz. Meniki har 3 oyda yirtiladi. Ha, meniki ko'jinlikda qizim. Shafir oldik, shapka oldik, etek oldik. Dada, siz ham o'zingizga shafir olasizmi? Dadalar sovqatmaydi qizim. Kerak emas, ketdik. Voy, men bu kurtkani zo'rligini. Dada, shuni olib bering, shuni olib bering. Xo'p, qizim, opa bu kurtkangiz nech pul? 300 ming. Pulim sal kamroq qoluvdi. Ozgina kelishtirib berasizmi? Bo'lishi shu. Kayfiyati yo'q shekilli. Hozir kayfiyatini ko'taraman dadajon. Shundan bitta iching. Nima bu? Voy, nomini ham bilasizmi? Rostdan ham kayfiyati ko'tarar ekan. Ha, nima bu? Yangi chiqqan suv. Qizim rosa yaxshi ko'radi. Opa, shu kurtkangizni sal kelishtirib bering. Qizimni rosa olgisi keluvdi-da. Mayli, kafiyatim ko'tarildi. Sizga 250 ga beraman. 250. Dada, olaylik, olaylik. Opa, bizga dadam hamma narsalarni berdi. Vau! Bu sizga. Dadam o'ziga zo'r telpagim oldi. Qani ko'rsatchi? Ya, dada telpagingiz qani? Ha, uni u boshimga kishnalik qildi, qaytarib berdim. Keyingi loyihadan olaman, qizim. Opang etigini ham berdingmi? Dada keladi hozir. Bulutlar qoplagan osmoni bo'ladi toza. Seni ko'targanidan keyin bag'riga bos. Dada keladi hozir. Kelding hayotimni ikkiga bo'lib. Sengacha o'zi bo'lganmi to'liq. Uydan chiqishim bilanoq seni sog'inaman.